Farg'ona tumanida yashovchi keksa nuroniylar bilan suhbatlashamiz. Ularning so'zlariga qaraganda, hozirda yashayotgan hududida qachondir Hamza Hakimzoda Niyoziy yashab o'tgan. Mana o'sha yoshlik chog'larida ham kelib shatda o'ynab ketar ekan, shu enasining uyida o'ynab ketar ekan. Endi oxirgi kelgani 25-27-yillarda kelgani bu. Avvalgi kelib, shatda yashab, shatda qarang 2 yil ichida katta ishlar qilgan ekanda. Ya'ni katta ishlar deganiki, obodonlik ishlarini qilgan. O'sha davrdagi savodxonlik bo'yicha maktab ochgan ekan mana shu yerda, qishlog'imiz boshida. U maktabda shu hududda yoshlarning savodini oshirgan. Niyoziy tashabbusi bilan ochilgan maxsus maktab edi. Buvim rahmali aytardiki, bizni buvilarimiz Hamza o'qitgandirdi. U paytda hali arabcha yozilishgan ekan, arabcha o'qitishgan ekanda. O'shanda ham erkaklarni, ham bolalarni u paytda haligi sinf-sinf qilinmagan ekan. Hammasini to'plab turib bitta joyda o'qitib o'rgan ekanda. Tavodini chiqarish uchun-da. Hamza 7 buloq nomi bilan atalgan mana bu manzilda yashagan. Bu yerda aholini savodli qilish bilan bir qatorda turli asarlar ham yozgan. Ikkita dramani shatda yozgan ekan. Bulardan bittasi Maysaraning ishi va Qozilar nayrangi degani va Paranji sirlari degan dramani shatda yozgan. 25-26-yillarda. Mana shatda o'tirib yozgan. Hamza vafot etgandan so'ng u yashab ijod qilgan xonadon keyinchalik uy muzeyiga aylantirilgan. Bu yerda Niyoziy foydalangan buyumlar, turli musiqa asboblar, ayrim qo'lyozmalar bo'lgan. Shu uydan boshlab ko'chagacha, asfalt bo'yigacha Hamza xiyoboni proyektda shunaqa yozilgan. Chunki uylarni buzib proyektga chekiritganda mahalla buzilgan, Chuqurko'cha mahallasi. Ertaga chiqarib qo'yilgan ularni, bilsalaring-a, hammasini. Ertaga chiqarilgan. Ana shu yo'laq Hamza xiyoboni hisoblanadi. Oldilarida o'tiradigan joylar bo'lardi, bilsalaring, lampochkalar qo'yilgan, trotuarlar bor, skameykalar bor edi. O'sha baytda birinchi qurilganda Hamzaning nimasiga, mablag'iga bo'lgan narsa. Shu tariqa mazkur manzil keng jamoatchilik tomonidan Hamza Hakimzoda Niyoziyning uy muzeyi sifatida e'tirof etildi. Keyinchalik shoir va dramaturgning hayoti hamda ijodiga bag'ishlangan bu yerda haykal ham o'rnatilgan. Men 1978-yili mana shu yerda maishiy xizmat ko'rsatish texnikumi bo'lgan. Shu texnikumda o'qiganman. 79-yili mana shu joylar obod bo'lishida biz ham hissamiz bo'lgan. Tosh toshib, qurilishlarda qatnashib, qizlar harakat qilgan bizda, boshliqlarimiz emas. Batda ochilishida ham o'zimiz qatnashganmiz. Batlar ochilganda rosa chiroyli bo'lgan. Hamza Hakimzodani muzeyi bo'lgan. Mana yerda katta ashi nimani oldida kutubxona bo'lgan. Batlarda rosa yaxshi chiroyli joylar bo'lgan. Bir 10 yilmikin yaxshi turdi. Bir 10 yil ashnaqa e'zozlanib, nima bo'ldi-yu? Mana shu keldi-ketdi mehmonlar boshlangandan keyin bat tashlab qo'ydi. Keyinchalik ushbu maskan muzey maqomidan mahrum etildi. Hamza Hakimzoda Niyoziyga tegishli ayrim eksponatlar va shaxsiy buyumlar Shohimardon qishlog'idagi muzeyga ko'chirildi. Shoir yashagan tarixiy uy esa Farg'ona tumani madaniyat bo'limi tasarrufiga o'tkazildi. Undan keyin hech kim qaramay qo'ydi. Bat dash bo'lib ketdi-da. Dash bo'lib ketdim, lekin bir ikkita ayollar qaradi. Madaniyatdan mana shu bitta ayol bordi, o'tib ketdi. O'sha xotin qarayerdi, mashetlar tozalayerdi. Undan keyin Ismoil aka degan artistni xotini qaradi. Bir kun 2000-yillar o'sha Ismoil artistni xotinini davlenasi ko'tariladigan bo'lib qopti-da. Bu yerda ishlab yuraverib, davlenasi ko'tariladigan bo'lgandan keyin Ismoil artist meni uyimga kirdiki, "Senim, meni xotinim endi bat qaralmayapti. Sizni uyingizni yoni, iltimos siz mashetlarni qarab tozalasangiz" dedi. "Biz sizga shtat qilib beramiz. Ham qo'rovul ham tozalovchilik shtati bor madaniyati" dedi. "Qilib beramiz. Shu yerda qaraysizmi, bekor ham uyda ekansiz" dedi. "Mayli" dedi. Ushbu xonadon yaqinida yashagan oila bir necha yillar davomida Hamza Hakimzoda Niyoziy istiqomat qilgan uyni avaylab asragan. Ular shoirga tegishli buyumlarni ehtiyotkorlik bilan saqlab, manzilning obod va ozoda bo'lishi uchun astoydil mehnat qilganlar. Hamzaning uyida o'sha eski palaslar, undan keyin eski o'tiradigan haligi nima? Bigizlar u sandallar, taxtadan bo'lgan kovushlari, kiyimlari, do'ppilari, lekin eski burungi tovoq, jom, akordeoni, pianinalari hamma yo'q bo'lganda. O'sha paytlarda rosa hamma yo'q, zo'r bo'lgan bu yerda biz nima qilganimizda bor edi, hamma yo'q.
Undan keyin men nima qildim? Hozir yaqingacha ham bor edi-da. Bir 6 yildan keyin rasvo bo'lib ketdi. Chunki 6 yildan keyin men qaramay qo'ydim. Aytilishicha, o'sha vaqtda madaniyat bo'limi rahbari mazkur xonadon egalariga Hamza uyini parvarish qilganliklari uchun maosh to'lashini va'da qilgan. Biroq oila a'zolari ko'p yillar davomida manzilni asrab-avaylab kelgan bo'lsa-da, bu mehnatlari uchun hech qanday haq olmagan. Natijada ular uyni parvarish qilishni to'xtatishga majbur bo'lgan. Shundan so'ng Hamza yashagan tarixiy xonadon asta-sekin qarovsiz qolib, abyor ahvolga tushib qolgan. Qarovsiz qolgandan keyin shunaqa ichib yuradiganlar kirib yo'qvordi bir kun tutab ketdi. Shunda ham haligi mehnatingiz kuygandan keyin pul bermasa ham davlatchida mehnatingiz kuygandan keyin haligi xuddi o'zingizni uyingizdek bo'lib qolar ekan, yugurib chiqdim. Chiqib selsovet bilan uchastkovoylarga telefon qildim. Kelinglar dedim, muzeyda kimdir yo'qvoribdi dedim. Kelishdi, hali yonib ketgan ichkari tutun. Hamma kirib turib ichidagi narsalarni faqat tashladik. U narsalar yaramaydi bo'lib ketgan. Masalan, bularni ogohlantiruvchi selsovetga ham uchastkovoylarga ham aytganman. U hamma yo'qlarni olib chiqib tashlaganimizdan keyin oradan yana 1 yildan keyin batga hamma har xil ayollar, erkaklar keladigan bo'ldi yana. Bugun Hamza Hakimzoda Niyoziy yashab o'tgan tarixiy xonaning ahvoli achinarli. Devorlarning suvoqlari ko'chib tushgan. Tom qismi esa ancha eskirgan. Yomg'irli kunlarda tomdan tinimsiz chakka o'tish oqibatida xonani zax hidi qoplaydi. Shoirga tegishli ayrim buyumlar hanuzgacha mana shu burchakda saqlanmoqda. Ammo yillar davomida yetarlicha parvarish qilinmagani sababli ularning ba'zilariga sichqonlar zarar yetkazgan. Bu esa tarixiy merosni asrab-avaylash masalasiga jiddiy e'tibor qaratish zarurligini yana bir bor ko'rsatadi. Bundan bir 10 yil oldin, o'sha 15 yil oldin men tuman hokimligiga chiqib turib o'zim mana shu joyni agar menga bersalaring, men shu yerni haqiqatan nomi yomon bo'lib ketdi. Har xil kechqurun har xil odamlar mana texnikumda o'qiydigan bir nima deydi, tartibsiz yoshlar ham kelib turib shatga kirib turib har xil narsalar ko'rinyapti batda. Mana haykalning orqasida har xil narsalar topilyapti. O'lanlar o'sib ketib turib, "Ya nima bo'lgan?" Shuni agar bersalaring, mana shu yerni bir toza ozoda qilib turib, o'zimizning bir mablag'imiz hisobidan mana shu yerlarni bir kutubxona shaklida keltirib ishlamaganda aholi uchun kutubxona qilib turib, qolganiga bir tadbirkorlik harakati qolgan qismiga, ya'ni davlat sherikchiligi asosida tadbirkorlik harakati qilamiz deb men murojaat bilan chiqdim. O'sha paytdagi madaniyat bo'limining rahbarlari madaniyat bo'limiga jo'natishdi. Madaniyat bo'limining rahbarlari bizga qarashli bu joy, mayli o'sha ayolingiz ishlab turib, o'sha yerlarni tozalab turib, bir nima qilib tursa, shtat qilib beramiz deyishdi. Shu bilan bu shtat ham bo'lmadi, hali moliya ruxsat berdi, ruxsat bermadi degan gaplar bilan bir vaqtlar Hamza Hakimzoda Niyoziyning uy muzeyi sifatida faoliyat yuritgan bu tarixiy manzil bugun achinarli ahvolga kelib qolgan. Muzey devorlariga ilingan shoir hayoti va ijodiga oid ma'lumotlar ham vaqt va e'tiborsizlik ta'sirida eskirib, yaroqsiz holga kelgan. Shoirga tegishli buyumlarning taqdiri esa bundan ham achinarli. Manzilning asl eshiklari ayrim shaxslar tomonidan sindirib ketilgan. Shundan so'ng mahalliy aholi binoga begona kishilarning kirishini oldini olish maqsadida o'z hisobidan eshik o'rnatib, uni qulflab qo'ygan. Ammo bu ham tarixiy xonadonni asrab qola olmagan. Natijada tartibsiz shaxslar binoga zarar yetkazib, uning oynaklarini ham sindirib tashlagan. 25 yil bitta joyda tozalaringda qanday mehringiz o'rnab qoladi? O'zingizni farzandingizni qanday nima qilsangiz, shayton menga shunaqa bo'lib qolgan. Shoirning uyi nega bu qadar achinarli ahvolga kelib qoldi? Nega mas'ullar bu manzil obod bo'lishida o'z hissasini qo'shmayapti? Muammo yuzasidan biz Farg'ona tumani Guliston mahalla fuqarolar yig'ini raisi bilan uchrashdik. Uning so'zlariga qaraganda bu manzil obod qilish uchun allaqachon harakatni boshlagan, ammo manzil tuman madaniyat bo'limi balansida. Bino quraman deb hokimiyatga chiqdim, viloyat hokimiyatiga chiqdim. Madaniyatni balansda degani uchun madaniyatgacha xat chiqardim. Ijobiy hal qilib beramiz deb, ijobiy hal bo'lgani yo'q. Lekin obodonlashtirishni shu mahallamiz o'zimiz o'sha yerda aholi bilan obod qilib shu darajaga olib keldik. To'g'risi juda achinarli holatida. Hozir ham kerak bo'lsa rekonstruksiya qilib, remont qilish kerak. Tadbirkor chiqqan taqdirda ham madaniyat rozilik bermayapti-da. Bersa-ku qurilish ishlari boshlab bir obod qilish ishlari bo'ladi-da. Nimaga bor, o'sha yerda bor, rejada bor. O'sha misol sizni oldingizga chiqqan ayollar bor-ku, o'sha ayol ham o'sha yerda qarab yurgan, xo'jayini bor. O'shalar ham ancha yugurgan olib, misol ular dabro bersa, bor xomiy. Muammo yuzasidan biz Farg'ona tumani madaniyat bo'limi rahbari bilan uchrashdik. Savollarimiz esa nega madaniyat bo'limi tasarrufidagi Hamza uyi abgor holga kelib qolgani haqida bo'ldi. Xo'p, men sizga aytayapman, bir hafta muhlat bering. Hamma ish boshlangan. Men bir haftaning ichida loyihalarni hamma yo'lda ko'rsatay. Muhammadjon aka, bevosita yangi hokim borganmi manzilga? Kelinglar. Aka, yaxshi ish qilmayapsizlar yigitlar.
Oradan bir hafta o'tib biz yana madaniyat bo'limi rahbari bilan mobil bog'landik. Ammo muammo yuzasidan bizga intervyu berishni istamadi. Bu yer obod bo'ladimi? Bu savollarimizga mas'ul rahbardan aniq va lo'nda javob eshita olmadik. Farg'ona tumani Guliston mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Hamza Hakimzoda Niyoziyning uy muzeyi nega bugungi kunda e'tibordan chetda qolayotganini endi anglagandekmiz. Manzil rasman madaniyat sohasi tasarrufida bo'lsa-da, uning obodligi, saqlanishi va tartibga keltirilishi borasida na tegishli bo'lim rahbarlari, na boshqa mas'ullar tomonidan amaliy harakat ko'zga tashlanmagan. Holbuki bu maskan nafaqat shoirning xotirasi, balki milliy madaniy merosning muhim bir qismi hisoblanadi. Uning qarovsiz ahvolga kelib qolishi jamoatchilikda haqli savol tug'dirmoqda. Eng asosiy savol esa hamon ochiq qolmoqda. Hamza Hakimzoda Niyoziyning uy muzeyi qachon obod qilinadi? Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Obyektiv informatsion tahliliy dastur uchun.